GM O'zbekiston kompaniyasi butunlay yangilangan Chevrolet Malibu Business Class sedanini ishlab chiqara boshlaydi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati asoslanib Gazeta.uz xabar bermoqda. SKD texnologiyasi bo'yicha avtomobil yig'ish GM O'zbekistonning Toshkentdagi filialida amalga oshiriladi. O'zbekiston bozorida mashina 4 rangda chiqariladi: marvaridli oq, tutunli oq, to'q kulrang va qora. Kompaniya vakillarining bildirishicha, avtomobilni yetkazish muddati 3 oydan oshmaydi. Bu model yirik uzelli yig'ish metodi bilan ishlab chiqarilishi hamda oldindan buyurtma qilinishi bilan tushuntiriladi. Avtomobilning narxi 210 million so'mni tashkil etadi. Hammaga salom do'stlar. Men sizlarni yangi ochilgan Qiziq TV kanaliga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Bu kanalda siz bir-biridan qiziqarli faktlar, toplar, hayotingizni yengillashtiruvchi maslahatlar va shuningdek u kanalda yangi texnologiyalar sohasidagi videolar bo'ladi. Kanalga o'tuvchi silkani rolik ostida qoldiraman. Albatta obuna bo'ling.